Bugun mamlakatimizda ayollarni har tomonlama qo'llab-quvvatlash davlat siyosatining ustuvor yo'nalishiga aylangan. Bu jarayonda har bir soha o'z hissasini qo'shmoqda. Kadastr tizimi ham bundan mustasno emas. Kadastr agentligi hamda Davlat kadastrlar palatasining oila va xotin-qizlar masalalari bo'yicha boshlang'ich tashkiloti tashabbusi bilan ilmli ayol jamiyat ko'zgusi mavzusida Qashqadaryo viloyatida seminar va sayyor qabul o'tkazildi. Kadastr agentligi hamda Davlat kadastrlar palatasining Qashqadaryo viloyati boshqarmasi tuman va shahar filiallarida faoliyat yuritayotgan xotin-qizlar ishtirokida Shahrisabz tumanida ma'naviy ma'rifiy tadbir tashkil etildi. Tadbirda agentlik va palataning oila va xotin-qizlar masalalari bo'yicha boshlang'ich tashkilot rahbarlari, viloyat va tuman hokimligi mutasaddilari, adliya organlari vakillari hamda tajribali shifokor va psixologlar ishtirok etishdi. Seminar mavzulari ayollarning ma'naviy ma'rifiy bilimini oshirish, sog'lom turmush tarzini shakllantirish, sharqona tarbiya an'analari, xizmat madaniyati va internetdan to'g'ri foydalanish kabi masalalarni qamrab oldi. Tadbir yanada qiziqarli bo'lishi uchun mavzularga doir viktorinalar, savol-javoblar tashkil etildi. Uchrashuvda ko'p yillar davomida mazkur sohada halol va namunali faoliyat ko'rsatgan bir qator kadastrchi ayollarga tashakkurnoma bildirilib, esdalik sovg'alar topshirildi. Shundan so'ng Qashqadaryo viloyatida xotin-qizlar bilan yuzma-yuz muloqotga asoslangan sayyor qabul bo'lib o'tdi. Unda oliy ta'limga tavsiyanoma, moddiy va ma'naviy qo'llab-quvvatlash, ijtimoiy yordam ko'rsatish kabi masalalar bo'yicha murojaatlar tinglanib, amaliy chora-tadbirlar belgilandi. Insoniylik kasbimizning ajralmas qismidir. Kadastr agentligi hamda Davlat kadastrlar palatasi Qashqadaryo viloyati boshqarmasi rahbarlari ibratli tashabbus bilan chiqdilar. Ko'makni, yordamni eng avvalo yaqinlardan boshlash kerak ekanligini qayd etgan holda, moddiy yordamga muhtoj bir necha ayol xodimlarni e'tiborga olishni taklifini berdilar va shu kunning o'zida viloyatda mazkur tizimda 18 yildan beri ozodalik sarishtasi bo'lib, kasbi tumanda faoliyat ko'rsatib kelayotgan Halima Safarovaning xastalik bilan kurashayotgan turmush o'rtog'i holidan xabar olindi. Uy sharoitida bemorning salomatligi, ehtiyojlari va oilaning umumiy holati bilan tanishildi. Samimiy muloqot davomida xodimamizga moddiy yordam ko'rsatilib, oilaga kundalik yeguliklar yetkazildi. Bu tashrif nafaqat moddiy, balki ma'naviy ko'mak, mehr va e'tibor ifodasi bo'ldi. Bugungi kunda Qashqadaryo viloyatida 80 ga yaqin xotin-qizlar kadastr sohasida faoliyat yuritmoqda. Ular orasida bilimli, tashabbuskor va fidoyi mutaxassislar talaygina. Har birining o'z dunyoqarashi, soha rivojida izlanishlari bor. Ushbu uchrashuv esa ular bilan sohadagi yangiliklar va imkoniyatlar ustida fikr almashish uchun muhim platformaga aylandi.